Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga bichgan tuyakamni tikib ko'rsatib bermoqchiman. Kecha buni bichimini tashlagandim. Bugun mana tikilish jarayonimiz. Hozir orqasini tikib olyapman. Tekis qilib tikib olamiz. Materialimizda toshlari bor sababli sal tortibroq tiksak tekisroq chiqadi tikishlarimiz. Yonboshlarini ham tikib olamiz. Tikishdan avval birinchi zakripka beramiz. Hamma joyini tekislab va tekis qilib tikib olamiz. Ikkala yonboshini ham tekislab tikib olamiz. Aberrovkada tekislab olamiz. Lozimchasi rezinkali bo'lgani uchun birinchi aberlovka bilan tekislaymiz uchlarini. Ana endi uchiga rezinka qo'yib olamiz. Rezinkani qo'yishimiz uchun birinchi qatlab uchini tikib olamiz siljimaslik uchun. Ana endi rezinkamizni sal tortib uchdan bir tekis qilib tikib olamiz. Tikishlarimiz tep-tekis chiqishiga e'tibor bering. Mana rezinkamiz ham chiroyli chiqdi. Qarang, bir tekis. Mana endi birlashtirib tikib olamiz. Manaki koftachamiz ham tayyor. Mana juda chiroyli chiqdi. Tuyaquchamiz 7-8 sinflarga bemalol bo'ladi.